Malik oilasida judolik. Yulduz Usmonova Ozoda Nursaidova haqida gapirdi. Dilimi otasiga avtomobil sovg'a qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'lib ketishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng so'nggi va eng ishonchli ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topasiz. O'tkazib yubormang. Jahon va o'zbek shou-biznesi vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirgan qiziqarli foto va videolarini e'tiboringizga havola qilamiz. Zarina Nizomiddinova milliarder Alisher Usmonov sobiq rafiqasi Irina Viner bilan tanishdi hamda sahifasiga u bilan tushgan suratini joyladi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova yangi intervyusida Ozoda Nursaidovaning klipida yuz bergan baxtsiz hodisa haqida gapirib, bu vaziyatda hamkasbining aybi yo'qligini bildirdi. Xonanda Nilufar Usmonova sevimli kuchukchasi bilan tushgan suratini sahifasiga joyladi. Vayner Dilimi tug'ilgan kunini munosabati bilan otasiga qimmatbaho avtomobil sovg'a qildi hamda quvonchini kuzatuvchilari bilan bo'lishdi. Xonanda Shahzoda kuzatuvchilarining ilk va samimiy izohlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Turk aktrisasi Neslihan Atagul kuzatuvchilariga yangi surati bilan ko'rinish berdi.